Gapiring qanaqa nimani u qizingiz? Assalomu alaykum. Murojaat qilayotirdim sizlarga. Yolg'iz onaman. Men qizimda 2 buyragi. Qurgani haqida. Muhtoj bo'lib shu pulga topishga. Oxirgi analizim topshirdim, yaxshi bo'ladi deb yuruvdim, yaxshi bo'lmadi. 70% qurigan ekan. Shunga sizlarga murojaat qilayotirman. Hindistonga olib borib almashtirishim kerak ekan. Yordam bersangizlar. Oxirgi analizingiz, doktorlarga otib chiqqan qog'ozlar ham hammasi bor sizda? Ha, hammasi bor. 1 yildan beri tekshirib yaxshi bo'ladi deb hech analizi tushmayverdi. Shunga yana ham analiz topshirdim. Oxiri nima bo'lishini bilishim uchun oxir bildim. Shunday ekan, 70% qurigan ekan, 30% qolgan ekan. Qachon olib chiqaman dedingiz chetkangiz? Qancha tez harakat qilsam shuncha yaxshi bo'lar ekan. Agar bundan keyin yana tag'im dializga bir narsa tushsa, bundan ko'proq pul kerak bo'lar ekan. Shuning uchun hozir olib kelavering deb aytdi. Doktorlar bilan gaplashgansiz? Ha, men doktor bilan gaplashdim. Hindistondan doktor topib gaplashdim. Mayli. Sog' bo'lib ketsin. Ishib ketgan betlarini qizimizni mazasi yo'q. 30% qolibdi buyragidan. Iltimos, yordam qilingizlar. Qo'ldan kelgancha.